metan gaz, 100lik metan gaz balon qo'yilgan bunga. 12 dana metan gaz balon qo'yilgan bunga. Bir zapravka bilan 1200 kilometrdan ziyod yuradi. 6 dana balon ham toza qo'yilgan. Yana qo'sha mosmi bir narsa ishlangan, ya'ni yuk bosgan vaqt ham toza balonlari, borti uzaytirilgan, yana kutilgan, Isuzu tayyor Isuzu. Prosta haydash kerak. Bunga chiroyli bir shopper kerak. Ya'ni Isuzu'ni yaxshi ko'radigan, KAMAZ'ni yaxshi ko'radigan bir shopperlarga videoni joylab qo'ysanglar, mazza qilib ko'radi va sizga rahmat aytadi, xudo xolasa. Ga, arkasini ham ko'rsadik. Sroshin sotilajak, o'zining egasi nechun sotacak, tayyor mashin bo'lsa o'zi mazza qilib haydasa bo'ladi-ku deganlar uchun yo'q. Bu prosta texnikalari ko'p. Yaxshi shopper topolmam, bir sotacak, bir yaxshi inson sotacak, shuning uchun video atib bir egasi topsin buni, mazza qilib haydasin dedi. Ishlar ham zatilgan yana. Qalin endi damlardan qo'yilgan yana. Qalin vajingizni bosasiz. Necha metr uzunligi? Uzun, 10 metrdan ziyod uzun yana. Mahkam ishlangan hamma narsasi. Xo'p, ga. Bog'lar toza qo'yilgan dedik. Metan gazi bor dedik. 2019niki hali endi eskirmagan. Yil ham 2019 halol yurgani. Ha, seni shunda bismillah. Maşallah gap boşungan emas. Halol yurgani 650 ming halol yurgani. Taqiqda emas, dokumentlari soz. Gelasiz mazza qilib egasini telefon aytasizdan, mazza qilib haydaysiz buni. Reset chiqib ketaverasiz. Pulingiz bor, novolashni bilmay turgan bo'lsangiz, masalan, ya pravangizda kategoriya E kategoriya deyman, nima deydi? Saydi buni. Shunday masalan haydayman desangiz, tayyor mashinani o'zini egasidan sotaman dedi. Geldi, şu bir egasini yetib borsin videomuz dedi. Mazza qilib haydasin bu mashin dedi. Düzüp qo'yibdi bo'lgani shu. Prosta haydash kerak, bunga bir chiroyli bir shopper kerak bo'lgani shu. 2019-yil Isuzu. Yana kutilgan ekandan bu. Aytdim, metan gazi bor dedik. Oy, bismillah. Bu Isuzu'miz tayyor turibdi. Ya'ni bortlar ham ko'tarilgan, uzaygan, dokumentlari hammasi bor. Dokumentlari soz, dokumentda muammo yo'q. Puli endi geldi masalan bir 700 milliondan ziyod chamay turibdi, lekin haqiqatan realniy baholasi 700 milliondan ziyod. Shu bir yaxshi bir shoför bo'lsa, haydayman, mazza qilib shu oilama ishlayman desa, arzonroq kelishtirib beraman dedi. Biz aytdik bir 690 million 700 dan pastroq beraver dedik. 690 millionlar bo'ladimi dedi. Men aytdim, shtir bilan kelsa yana qaytib berasam desak, bo'ldi. Shtir agar pul bilan kelsa yana ham qaytib beramiz, agar puli sari yetmasa, uni ham duramiz dedi. Nima bilan qoldiramiz? Bu mashina bir chiroyli bir haydaydigan shoför kerak bo'lgani shu, to'g'rimi og'ayin? Xudo xolasa ko'rasizlar, kelinglar, ko'ringlar, mashinamiz turibdi-na. Ajab mashina, xudo xolasa yurib turibdi, hamma yeri ishlab turibdi. Hech yana kamisi yo'q. Bu bir kam ismon uchun yo bir buzilgan uchun sotacak emas. Mashina shoför kerak, mazza qilib haydasin, oilasini boqsin, bo'lgani shu. Hamma yeri tuzilgan, metan gazlar qo'yilgan, toza balonlar qo'yilgan 12 dana. Bir zapravka aytdim-ku, 1200 kilometrdan ziyod yurdi bir zapravkasi bilan. Shunday. Bog'lar toza, hamma narsa toza masalan. Sroshin sotacak, sroshni olasiz, mazza qilib haydaysiz, xudo xolasa. Aytdim-ku, buni bir shu KAMAZ sevadon, do'stlarga tashlab qo'ysangiz, sizga rahmat aytadi, xudo xolasa. Keling, ko'ring, chiroyli mashinamiz To'rtko'l tumanida turibdi-na. Nomerlarni qoldiraman, bog'langlar, xudo xolasa. Isuzu sizlarni kutib turibdi, jigarlar. Keling, ko'ravering, go'sat ishlarni ham, xudo xolasa. Jigarlar uchun inshaalloh. Gap bu shuncha emas, halol yurgani, 650 ming halol yurgan. Ko'rsatdingmi? Ishlar ham zo'r, komfort holatda ishlar. Gap bu shuncha emas, bir gap bilan aytganda, xudo xolasa bir chiroyli bir olaman degan egaga bo'lsa, kelishgan narxda sotiladi. Hamma narsasi tayyor. Keltirdingiz, yana turibdi inshaalloh. Jigarlar sizlar bilashdik. Inshaalloh, likelar bilan, chiroyli kommentlar bilan qo'llab turasizlar. Ketdik, xudo xolasa.